Sizlar biz Dubayda emas, biz O'zbekistonda biz va O'zbekistonga birinchi bor Lamborghini Revuelto kirib keldi. Bu mashina rastamoshkasi taxminan 1 million dollar turadi. Undan tashqari Ferrari Roma, Gelandewagen Hoffel va Range Roverlar. Katta obzorni qilamiz. Bizani eng qiziqtirgan mashina Lamborghini Revuelto bo'ladi. Bu dunyoda endi yangi chiqqan mashina. Lamborghini Aventador o'rniga endi mana shuni производствоga qo'yishyapti. Videoga bitta baho beringlar. O'zbekistonda bu birinchi marta bu mashina kirib kelishi. Eshiklari tepaga ochiladi. Bitta baho beringlar eshiklarning ochilishiga. Motori gibrid 1015 ta ot kuchi, 100 ga 205 sekundda chiqadi. Narxi eslatdim. Rastamoshkasiz taxminan 1 million dollar. Kim bu mashinani xarid qildi deb o'ylaysizlar? Izohda o'z fikringizni qoldiringlar. Ketdi endi. Saloniga baho beramiz. Salonlari mutlaqo yangilangan davomiyman, lekin misol uchun mana JK displeylari paydo bo'lgan. Endi 3 ta JK displey, даже passajirda ham o'zining displeyi bor. Shularning ovozini baland past qilib tekshirib qarab tura oladi. Undan tashqari mana zavat qilib ko'ramiz. Bu sirazu ovozi chiqmaydi, sal ozgina vaqt kerak. Oz. Ana. Wow. Короче, ovozlari ham необычный. Uzunasiga lekin katta emas. Eng qisqa, eng qiziq ma'lumot shu bo'ladi. Aventadorga qaraganda bu kichkinaroq bo'lyapti uzunasiga, lekin ko'rinishi bir ajoyib. Men faralari misol uchun Lamborghini Sienna olishgan. Dubayda ham Lamborghini Sienna obzorni qiluvdi, esingizda bor. Faralar o'shdan olingan. Baho beringlar, o'z fikringizni qoldiringlar. Endi Ferrariga o'tamiz. Ferrarining narxi 350 ming dollar. O'zbekistonda rastamoshka bilan bu eng arzon Ferrari hisoblanadi, lekin eng arzon bo'lmasligiga qaramay 3-4 sekundda 100 ga chiqadi va 620 ta ot kuchiga ega. Ochib ko'ramiz endi. Ana, ochdik. Ochilishiga baho beringlar. Saloniga ham baho beringlar. Juda ham komfortli. Ferrari Roma eslatib o'taman. Zavat qilamiz. Va ovoziga har doimgidek baho beramiz. Bu mashinani plusi O'zbekistonga ko'rayotganinglarda ham clearance baland. Boshqa Ferrari'larga misol uchun Lamborghini bilan ahamiyat bersanglar, buni clearance ancha balandroq va bizani yo'llarda yura ola. Xo'p, endi keyingi qizuv mashina bo'tdi. Gelandewagen Hoffel, oddiy Gelandewagen emas, shunaqa mana Navarotda, Hoffel Navarotida. Juda ham redki mashina. Narxi O'zbekistonda rastamoshkalar bilan 400 ming dollar. Rangiga baho beringlar. Mana Tiffany salon, ma'mutlargacha mana karbon obshivkalar, mana Hoffel znachoklari, kolodkalarining rangiga baho beringlar, disklariga ham baho beringlar, disklardagi yozuvlariga ham, rangiga. Gelik endi bizani orzuyimiz va uni ustiga nonga chiqib kelishga 4 ta Range Rover keldi. Narxi 230 mingdan 280 ming dollargacha, motorning ob'yomiga qarab. Hammasi O'zbekistonga kirib keldi, do'stlar. Buni bir xil mashinalarni bo'tdi, o'sha egalari bor va bu mashinalarni O'zbekistonga MyWay avtosaloni olib kirdi. Dilshodga gap yo'q, yoryapsiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, izohda qo'llab-quvvatlaveringlar. Lamborghini, Ferrari nimani tanlagan bo'lardinglar va kim bu mashinalarni xarid qildi deb o'ylaysizlar? Shunaqa gaplar do'stlar, ko'rishguncha.